760 kvadratdan tashkil topgan bu Xonoboddagi imoratimizning korobka qismini topshirdik. Men bu yerda bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Imoratimizning loyihaga asoslangan holatda podvoli birinchi, ikkinchi qavati 760 kvadratni tashkil qiladi. Lekin mansardani ham qo'shadigan bo'lsak, salkam 1000 kvadratni tashkil qiladi. Endi bu imoratimizni o'tgan yili mayda boshlaganmiz, ya'ni loyihasini, hujjatlarini hammasini rasmiylashtirib bo'lganimizdan keyin may 20-kunlaridan boshlab turib, sekin ustalarimiz kelishni boshlagan. Bu yerda o'zi bilasizlar, yer oldi sotib bo'layotganda qanaqadir ma'lum miqdor bir qurilmasi bo'lishi kerak. O'sha qurilmani buzishdan boshlab turib to imoratimizni korobka holatiga ketgan barcha qilingan ishlar, nech pul ketgani, qanaqa zamonaviy ruhda qurilganligini va noodatiy ruhda ham qurilganligini men sizlarga video mobaynida ketma-ket tushuntirib berib, ko'rsatib berishga harakat qilaman. Loyihaga asoslangan holatda Xonoboddagi obyektimizni sotuv maydonini hisoblaydigan bo'lsak, rovna 5 sotuvni tashkil qiladi, lekin imoratimizning o'zi 18 metrga 13 metrni tashkil qiladi. Endi bu yerda qilingan ishlar birinchi hovlidan boshlaymiz. Tashqaridan kirib kelayotganingizda mana yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, o'ng tarafda ham, chap tarafda ham ikkita mashina qo'yishga naves qilingan va o'rtada bitta yo'lak bo'ladi. Ikki chekasi o'sha yashil zona deyiladi, zeleniy zona deyiladi. O'shanaqa holatda qoldirganmiz. Endi bu imoratimizni qurayotganimizda albatta loyihaga asoslangan holatda aytganimdek 760 kvadrat tashkil qiladi, lekin mansardani qo'shadigan bo'lsak, salkam 1000 kvadratdan iborat bo'ladi. Endi bu yerda birinchi o'rinda qilgan ishlarimizni qatlama qazib oldik. Endi men Instagramda ham, YouTube'da ham bu imoratimizga ketgan xarajatlarni hammasini bosqichma-bosqich etib ko'rsatib o'tib ketganman. O'tgan yili maydan boshlab qurgan bo'lsak, bu imoratimizga qurilgan ketgan materiallar, qanaqa material ishlatganmiz, nima yengilliklar qilganmiz, hozirgi zamonaviy ruhda qurilgan imorat qanaqa bo'lishini obzorlarda, Instagramda, YouTube'larda, Telegram kanallarimga birma-bir qo'yib ketganman. Endi bu imoratimizni mana to'liq korobka holatini topshirganimizdan keyin bu yerda narxda ozgina tafovut bo'ladi. Mashinga ham yaxshilab e'tibor berishingizni xohlagan bo'lardim. Chunki men ko'p videolarimda har doim aytaman, imoratni kim birinchi qursa, albatta o'sha odam yutadi. Sababi bu imoratimizni qurishni boshlaganimizda orqa tarafda ham, ikkita yon tarafda ham umuman qo'shnilar yo'q edi. Lekin ruxsatini olganimizdan keyin katlaman qazishda bizda muammo bo'lmaganligi uchun ham, ya'ni muammo qachon bo'ladi? Sizdan oldin kimdir qurgan bo'lsa imoratni, uni podvoli bo'lmasa, albatta siz katlaman qaziyotganingizda podvolini qo'shnini imoratiga zarar yetmasligini inobatga olgan holatda qochirib qaziladi. U qochirib qazilgandan keyin etap-etap, ya'ni yuvelirni ish deydi bu quruvchilarning tilida. O'shanaqa jarayonlar bo'lmaganligi uchun ham bu summada biza qiyinchiliklarga va summani tabiiy ravishda yoki notabiiy ravishda oshib ketishini oldini olganmiz. Sababi birinchi bo'lib biza qurganmiz. Endi hozir e'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, ikkita yon tarafimizda ham imorat qurishyapti. Bular ham qo'rqmasdan qurdi. Sababi bizning imoratimizning podvoli to'liq bo'lganligi uchun, bu ikkala yon tarafdagi imoratlarimizda ham podvoli bo'lmaganligi uchun, ikki qavatdan iborat bo'lganda ham podvoli yo'qligi uchun bemalol quraverishdi. Endi bu imoratimizni qurayotganimizda loyihaga asoslangan holatda podushkamiz, yer, gruntimiz qattiq bo'lganligi uchun lentishni berganmiz va albatta двойной karkas deyiladi. Yerdan 5 sm ko'tarilgan holatda 12 lik karkas to'qilgan va u karkasdan 25 sm yuqorida yana 12 lik karkasdan shu ikkilamchi karkas deyiladi yoki двойной karkas deyiladi. Podushkaga armatura ishlatib o'sha polniy roz betonni quyganmiz. Ana undan keyin etap-etap hozir bu podvol qismini ham ko'rsataman. Imoratimizning teyi to'liq podvoldan iborat, ya'ni 260 kvadratdan iborat bo'lgan podvolimiz. Ketgan materiallarimiz o'sha faqatgina 18 lik va 20 lik armatura ishlatganman. Mana shu holatda ham yaxshilab bitta narsaga e'tibor beringlar. Ko'pchilik loyiha qilayotganda konstruktorlar 22 lik, 25 lik armatura hisoblab berishadi. Lekin biz dom qurmayapmiz. Sababi domlarda ham hattoki men o'zim ham ko'rganman, hatto men o'zim domimni qurilayotganda ham o'sha 14 lik podushkaga armatura ishlatilgan va etap-etap 25 lik, 22 lik, 18, 16 lik armatura ishlatilgan. Bizning imoratimizda bor yo'g'i 2 qavat bo'lganligi uchun ham 18 lik armaturadan 18 lik armaturani ishlatgan holatda cheklanganmiz. Lekin ikkita tarafda rigilimizda uzun to'liq imoratda o'sha 13 metrni tashkil qilganligi uchun rigilda 10 talik, 20 lik karkasdan ishlatganmiz. Bu faqat podvolimizda va birinchi qavatimizda bor. Sababi podvolga va birinchi qavatga tushayotgan yuqoridagi imoratni qavatlarini yuklamasi og'ir bo'lganligi uchun ham podvoldagi va birinchi qavatdagi rigilarimizga 20 lik armatura berganmiz. Tepadagi ikkinchi qavatimizga 18 lik berganmiz, chunki u yerda unaqa kolosalniy nagruska yo'q. Endi hozir podvolga tushamiz va podvoldagi qilingan jarayonlarni bir-bir masalaga tushuntirib beraman. Imoratimizning podvol qismidamiz. Bu imoratimizda podvol qismimizda imoratni to'liq tegini tashkil qilgan va 260 kvadratdan iborat. Endi zinadan tushib kelayotganimizda shu holatni ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'sha podvolda katta hol tashkil topilgan va o'ng tarafda ham
chap tarafda ham ikkitadan 4 ta xonamiz mavjud. Endi biz peregorodkalar bermaganmiz, yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, podvolimiz open space holatda. Ya'ni to'liqligicha ochiq. Buni ertaga remont jarayonida o'sha dizaynerlar va xonadon egasini talab va taklifiga binoan qaysi xona ertaga nimaga mo'ljallaganligini bilganimizdan keyin peregorodkalarni o'shanga qarab yopamiz. Va bu yerda bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana zinani teyimizani biza xudo xolisa bu yoni polni elektrifikatsiya qilinadi va santexnika hamma qurilmalari mana shu zinaning tagiga keladi. Unga katta joy shart emas. Oldin to'g'ri katta katyollar bo'lardi, har xil jarayonlar bo'lardi. Hozir lekin zamon rivojlanyapti va o'shani hisobiga ham ketayotgan xarajatlar ham nisbatan kamayyapti. Lekin uni o'sha me'yor mezonida ishlatadigan bo'lsanglar, santexnikada ham elektrikada ham mana shunday kichkina xona yetadi. Podvolda ham ehtiyot shart. Ertaga misol uchun qanaqadir foydalanish holatlari bo'ladigan bo'lsa yoki mehmondorchilik bo'ladigan bo'lsa, podvolga ham alohida o'sha namozxona qilinadi va tahorat qilish uchun mana bu yerda bitta sanuzul qoldirganmiz. Buni e'tibor beradigan bo'lsanglar, podvolimizda yer sathidan 3 metr pastda bo'lganligi uchun ham bunaqa holatlarda ko'pchilik savol beradi. Podvolda bo'ladigan sanuzuli suvi qanaqa chiqib ketadi? Ya'ni solo lift degan bitta qurilma bor. Ana o'sha suvni hammasi shu bochkaga yig'iladi va avtomat tarzda o'sha svet bo'lganda, albatta bu yorug'laydi, ya'ni svetda ishlaydi, tokda. Solo lift degan qurilma hamma suvni kanalizatsiya trubasiga yetkazib beradi va shahar kanalizatsiyasiga qo'shilib ulanib ketaveradi. Ya'ni hozirgi kunda podvolda sanuzilmi, qanaqadir bir prachishni qilishyapti, o'sha kir yuvadigan holatlarni berishyapti. Qo'rqmasdan podvolga qilsanglar bo'ladi. Chunki zamon ruhidan kelib chiqqan holatda solo lift degan qurilmani ishlatadigan bo'lsanglar, u beskeri bo'yini o'sha suvni hammasini tepaga kanalizatsiyaga otib beraveradi. Ya'ni aytganimdek, mana shu podvol qismimizda 260 kvadrat tashkil qiladi. Bu podvolimizni ham ertaga ishlatilishiga qarab hamma qulayliklarni mo'ljallab, kelajakda nima bo'lishini oldini olgan holatda muammo bo'lmasligi uchun hamma sharoitlarini qilib ketganmiz. Imoratimizning birinchi qavatida o'sha ko'chadan kirib kelayotganimizda katta hol tashkil topgan. Mana ko'ryapsizlar, holda ham kvadrati juda ham katta. Bemalol hamma narsani joylashtirsa ham bo'ladi. Endi holdan kirib kelganimizda, ya'ni tashqaridan kirib kelganimizda birinchi o'ng qo'limizda bizani katta zol kutib oladi. Undan tashqari mana hamma qulayliklarga ega garderobini ham, sanuzilni ham hisobga olgan holatda ichkarida bitta katta o'sha yotoqxonamiz mavjud. Undan tashqari chap qo'limizda ham bitta yotoqxona o'zini garderob sanuzillari bilan qilingan. Bu yerda bitta o'zgarish bo'lgani sababi ko'chada basseyn bo'lishi kerak, ya'ni kichkinagina hovuzcha bo'lgan. Lekin hovuzchadan oldin letniy kuxnya bilan yozgi va qishki oshxonani bu yoqqa hovliga joylashtirgan edik, lekin talab va takliflarga binoan u o'zgarganligi uchun, ya'ni hovlining orqa tarafida kichkina hovuzcha bo'lishini hisobini olgan holatda biza letniy va zimniy kuxnyalarimizni ham imoratda tashqarisidan ichkarisiga olib kirganmiz. Ya'ni imoratning hovliga kirib kelganimizdan keyin mana spalni joylashgan. Undan keyingi holatda ham o'sha spalni hamma sanuzil garderoblari bilan berilgan edi. Lekin o'zgarishi hisobiga biz oshxonani mana ichkariga berganmiz. E'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, endi odatga ko'ra o'sha oshxonaning oldida o'zi aslida ovqatlanadigan xona yoki zal bo'lishi kerak, ya'ni mehmonxona bo'lishi kerak. Bu yerda spalni bo'lishi kerak edi. Endi hozirgi holatda biz letniy va zimniy kuxnyamizni imoratni ichiga qabul qilganligimiz uchun mana shu yerda bizda ham yozgi ham qishki oshxonamizni tashkil topgan bo'lyapti va 3-chi berilgan spalnigimizni ham o'sha letniy kuxnyani ovqat pishirib, mana bu yerda bemalol ovqatlanadigan holatga olib keltirib qo'yganmiz. Endi bu yerda o'sha loft eshik bo'ladi, bilasizlar, u oynadan tashkil topgan bo'ladi. Mana shu to'liqligicha loft oyna eshik bo'ladi. O'shani hisobiga ham tashqaridagi oshxonamizni ichkariga berganligimiz hisobiga pastiga bitta, ya'ni birinchi qavatimizdagi bitta spalning o'rniga oshxona o'zini ovqatlanadigan joyi bilan amalga oshirib berganmiz. Bu hozir sizlar ko'rganinglar birinchi qavatimizning obzori hisoblanadi. Imoratimizning ikkinchi qavati mana zinadan ko'tarilganligida xuddi shunaqa yana katta hol kutib oladi va o'zini alohida balkoni bor. Endi biza ikkinchi qavatda to'liqligicha hammasini spalniy rayon, ya'ni yotoqxona berganmiz. Hamma qulayliklari bilan o'zini alohida, har bitta xonani o'zini alohida garderobi va alohida sanuzuli bor. Lekin bu yerda bitta narsani inovatga olganmiz. Birinchi qavatdagi spalningizda e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bunaqa kirib urish holatida sanuzul bilan garderobga joy qoldirganmiz. Endi bu joyni olib tashlaganmiz, sababi ertaga o'zbekchilikda va to'y hashamlar juda ham ko'p bo'ladi. Mehmondo'st xalq bo'lganligimiz uchun ham ikkinchi qavatdagi spalningimizga peregorodka bermaganmiz va bu holatda xohlasa buni peregorodga terib turib spalniy xona qilsa bo'ladi, ya'ni yotoqxona qilsa bo'ladi. Bo'lmasam shunday katta xonamizni mehmonxona sifatida ishlatsa bo'ladi. Endi bu ikkinchi qavatimizda o'sha zinadan chiqqanimizda
Mana bu yotoqxona yoki mehmonxona qilish mumkin va buni orqasida o'zini sanuzli garderobiga ega bitta yotoqxonamiz bor. Endi undan tashqari xonadon egalarini o'zlarini talab va takliflariga binoan zinadan chiqqanimizdan keyin chap qo'lda mana o'zlariga bitta ofis qoldirganmiz. Endi bu ofisda o'zlariga alohida ichkarida garderoblari, sanuzullari qilingan. Ya'ni mana hozir yaxshilab e'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, bu перегородкamizni to'liq g'ishtdan ko'tarib devor olgandik. Endi bu o'zlariga xona qilganlari uchun ham, ya'ni ofischa bo'ladi. Bemalol ishlash jarayonida mana shu yerda ham sokin ishlasalar bo'ladi. O'shaning uchun o'zlariga alohida mana garderob qoldirib ketganmiz va ichkarida o'zlariga alohida перегородкаlarni boshqatdan terib, mana bu devorni kesib ochib, bitta sanuzul joylashtirganmiz. Endi xonadon egasini talabiga binoan mana shu devorimizning orqasida yana bitta katta xonamiz bor. Uni o'zlariga yotoqxona qilganlar va uni ichida ham albatta o'ziga yarasha qulayliklarga ega garderobi va sanuzulidan iborat. Ya'ni bizning ikkinchi qavatimizda 4 ta barcha qulayliklarga ega bo'lgan xonalarimizdan iborat. Bundan oldingi videolarda yaxshilab e'tibor berib ko'rgansizlar, o'sha podval qismini tugatganimizdan keyin har bitta imoratimizning asosiy devori, ya'ni asosiy devoriga nima kiradi? Imoratni 4 ta taraflama quriladigan, teriladigan g'ishtlarimiz asosiy devor hisoblanadi. Перегородкаlarda bu holatni bermaganmiz. Imoratda o'sha 4 ta taraflama asosiy devorlarning hammasiga, ya'ni yaxshilab e'tibor berib qaraydigan bo'lsanglar, yarim g'isht, albatta rastvorga terilgan hammasi, gazoblok va yana yarim g'isht berganmiz. Bularning hammasi har to'rt qatorda o'sha vkladочный setka deydi, o'shandan qo'yilgan va albatta hammasi rastvorga terilgan. Endi bu holatda yana savol berishingiz mumkin, nimaga rastvorga terilgan yoki loyga terilmagan? Endi bu holatda xonadon egasini o'zini talab va taklifiga binoan qilingan rastvorga terilganligimiz uchun to'liqligicha shu holatda olib kelganmiz. Endi loyda yoki rastvorda teradigan bo'lsanglar ham bu imoratda hech qanaqa mustahkamligiga aloqasi yo'q. Men buni takror aytaman. Nimaga? Imorat железобетонный konstruksiya hisoblanadi. Ya'ni podushkasi, fundamenti, kolonna va rigeli. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, rigellarimiz mustahkam bo'lib turibdi. Imorat to'liqligicha железобетонный konstruksiya hisoblanganligi uchun g'ishni loyda terasizmi yoki rastvorda terasizmi, imoratning mustahkamligiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Mana shu hech qachon esingizdan chiqmasin. Imoratimizning mansarda qismidamiz. Mana yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, aytganimdek, bundan oldingi videolarda ham mansarda haqida gap ketganda, mansardaga oddiy tomga nisbatan 3 barobar ko'p xarajat bo'lishi aytib o'tganman. Bu yerda nima qilingan? Mana yaxshilab e'tibor bersanglar, imoratimizning mansarda qismida faqat stoykalar ishlagan va metal konstruksiyadan iborat bo'lgan. Chunki mansarda katta, baland va og'ir bo'lganligi uchun albatta mana bunaqa stoykada metal konstruksiya yasamaslikning iloji yo'q. Endi bunaqa holatlarda mansardaga o'sha oddiy tomga nisbatan 3 barobar ko'p ketishini yana bir marta ta'kidlab o'taman. Bunaqa holatda nima? Metal konstruksiyaga alohida pul beriladi va buni yasagan ustiga alohida pul beriladi. Imoratni ko'ryapsizlar. Mansarda holatimiz ham pashti birinchi qavatimizning balandligi bilan bir xil bo'lganligi uchun bu yerga ketgan xarajatlar, qilingan ishlar, ustani haqqi va prorab xizmatini hisobga oladigan bo'lsangiz, imoratda oddiy tomga ketgan xarajatdan ko'ra mansardaga ketadigan xarajat 3 barobar ko'p tashkil qilgan va mana shu ko'rib turgan holatinglarni o'ziga hammasini hisobga olganimizda ustani haqqi, ketgan material va prorab xizmati oddiy tomga nisbatan 3 barobar ko'p ketgan va mana shu holatda o'ziga 20 ming dollar ketgan. Bu yana nimani beradi? Nimaga unaqa qimmat degan savolga yana javob berib ketaman. Imoratda mansarda qismini qurayotganingizda balandligini hisobiga tomda ishlash qo'rqinchli bo'ladi, xavfliroq bo'ladi. O'shaning uchun ham barcha texnika qoidalariga, texnika bezapans qoidalariga amal qilgan holatda ustalarimiz o'sha remen bilan ishlashgan. Uni video mobaynida ham ko'rsatib o'tamiz kadrlarda va shunaqa holatda baland bo'lganligi uchun ham misol uchun 70 mingga yopiladigan tom albatta o'z-o'zidan 90 ming, 100 mingga kvadrat yopiladi. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan. Va mansarda holatga yana qo'shimcha qilinadigan holatda mana bu yerda burchakda ko'rsanglar, oddiy tomda bilasizlar 9 skatli bo'lishi mumkin yoki 4 skatli bo'lishi mumkin, oddiy skat bilan beriladi. Lekin mansardada mana shu oynamizdan 10 sm pastda уже taxtalarimiz qoqilib, mana bunaqa holatda mansardani profnastillari to'liqligicha yopilganligi uchun ham, buni usta albatta tashqaridan ishlaganligi uchun ham xavfli bo'lishini nuqtai nazaridan ham imoratda mansardasini qilayotganingizda usta haqqi ham bir necha barobarga qimmatroqga aylanadi. Shuning uchun aytaman, kim imoratda mansardasini xohlaydigan bo'lsa va imorati mansarda bo'lishini xohlasa, oddiy tomga nisbatan 3 barobar qimmat pul ketishiga tayyor bo'lsa, shunaqa go'zal bir manzaraga ega bo'lasizlar.
Endi asosiy gapga o'tamiz. Mana shu ko'rib turgan holatinglardagi, ya'ni imoratning korobka holatini va tashqarida qilingan barcha ishlarning hammasiga $134,000 ketdi. Endi bu yerdan imoratimizga, ya'ni korobka holatiga ajratib olamiz. Imoratimizning korobka holati 760 kvadrat tashkil qiladi va mansardani qo'shadigan bo'lsak, salkam 1000 kvadrat bo'ladi. Mana shu 1000 kvadratimizga $115,000 sarflangan. Albatta, mansardani haqqi ham buning ichida o'tiribdi va tashqarida qilingan barcha ishlarni hammasini hisobga oladigan bo'lsak, $19,000 ga aylangan. $115,000 ga $19,000 qo'shadigan bo'lsangiz, mana shu holatini, ya'ni loyihaga asoslangan holat imoratimizning korobkasi va tashqarida qilingan barcha ishlarga, qurilish materiallari, ishlagan texnikalar, ustani haqqi, prorab xizmatlari hammasi ichida $134,000 ketgan. Kvadratga bo'lib oladigan bo'lsangiz, har bir kvadratiga $176 dan aylanyapti. Bu hozirgi kundagi eng zo'r, eng chiroyli narxlardan bittasi bo'lib turibdi. Bu narxga o'sha aytganimdek hamma narsa ichiga kirgan va bunda sizlar nima olasizlar? Birinchidan, bu narxga sizlarni aniq fakt bo'yicha keltirib berish uchun loyihalar bo'lishi kerak va ishlayotgan usta ketadigan material, prorab xizmatini ham albatta aniqlab olishinglar kerak. Endi kimga shunaqa chiroyli imorat qurishni xohlayotgan odamlar bo'lsa, o'sha kontaktlarimni qoldiraman, bizga murojaat qilinglar. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan gap, mana shunaqa loyihaga asoslangan holatda juda ham go'zal va ko'rkam, hashamatli imoratni kim orzu qilayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda albatta o'zini ishini ustasi bo'lgan arxitektorga chizdirishinglar. Uni hujjatlashtirib bo'lganinglardan keyin albatta o'zini bir tajribasiga ega va o'zini gapini o'tkaza oladigan, har tomonlama gapini o'tkaza oladigan chiroyli bir tajribaga ega prorabga va yaxshi ustaga qurdirishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Har doimgidek hammamizga shunaqa chiroyli imoratlarni qurish nasib qilsin. Salomat bo'linglar.